Himsda bo'lib turgan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ham kasallik yuqtirib oldi. Endi vafot etishini bilgan Xolid roziyallohu anhu yig'ladi. Qo'rqib yig'ladimi? Yo'q, yig'lashning sababi boshqa edi. U kishi: "Men ko'p janglarda qatnashdim. Tanamda tiq demagan joy qolmadi. Eng katta orzuyim jang maydonida shahid bo'lish edi. Holimga qaranglar. Tuya joyida o'lganidek to'shakda o'lyapman" deya xafa bo'ldi. Shunda sahobalar: "Ey Xolid, Allohning qilichi jangda sinmaydi. Uni Alloh yalang'ochladimi, demak uni o'zi joyiga qaytarishga haqlidir." Xolid ibn Valid oti va jang uchun anjomlarini musulmonlarga vaqf qilib, uni musulmonlar ishlatsinlar deya vasiyat qildi. 21-hijriy sanada Fotih sarkarda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu olamdan o'tdi. Xolid radhiyallohu anhu ning 20 ta bolasi bor edi. U zotning ortidan ularning 17 tasi vafot etdi. Xolid radhiyallohu anhu dafn qilinayotganda ot chopib keldi. Sahobalar qarasalar, otning ko'zidan yosh oqayotgandi. Uni yuganidan ushlashib, unga Xolid radhiyallohu anhu ning qurollarini ortib, Hazrati Umarga olib keldilar. Otni ushlab Hazrati Umar ham juda yig'ladi. Yig'larkan shunday dedi: "Ey Xolid, otdan va qurollaringdan musulmonlar foydalanishni aytibsan. Sendan keyin bu otga chiqishga qaysi musulmonning haddi sig'ardi? Sendan keyin bu qilishni qaysi musulmon ushlay olardi?" deya yig'lagancha qoldi. Xolid ibn Validni o'sha otdan boshqa ot ko'tara olmasdi. Boshqa otga minsa otning beli sinib ketishi mumkin edi.